Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugungi videomiz Farg'ona Yozyovon vodiydan bo'lyapti. Bu yerda to'fon drabilkalarni ishlab chiqaradigan sexga kelganmiz, xudo xohlasa. Xo'p, universal drabilka ekan. Xo'p, o'zimiz ham bitta xarid qildik, sotib oldik. Bu haqiqatdan ham maqtashganicha bor, zo'r, behijolat, ko'ngildagidek ishlayapti. Motorlar ham har xil ekan, hamma narsani katta kichigi, alyuminiy bor ekan, misi bor ekan, pichog'i ko'pi, ozi bor ekan, xudo xolasa zo'r ekan, behijolat. Xo'p, soni chegaralanmagan holatda O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor ekan. Dastavkalari ichida o'zlari yetkazib berishar ekan. Toshdan, g'ishtdan, betondan, semondan tashqari hamma narsani maydalar ekan, u holatiga keltirar ekan. Xo'p, bonusiga mana ichida 4 ta noni bilan borar ekan, xudo xolasa. Xo'p, mana unisi kichkina motor ekan, o'zi rangi ham boshqacha bo'lar ekan, nariklari katta motor. Hozir bularni bir qator so'raymiz, o'zlari tushuncha berishadi. Xudo xolasa behijolat zo'r ishlayapti. Kimgadir kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqilaveradi va bir qator hozir ma'lumotlarni so'rab bilamiz hammasini. Yana bir qator o'zlari tushuntirib beradi. Mana akamiz o'zidan so'raymiz hozir. Aka, to'fon drabilkasi haqida bir qator ma'lumotlarni berasiz. Motori qanaqa, pichog'i qanaqa, aka setkalari qanaqa, boshqa drabilkalardan qanaqa afzalliklari bor, shular haqida bir qator tushuncha berasiz aka. Avvalambor assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun sizlarga to'fon drabilkalarini, xudo xolasa va bir qator qulayliklarni ko'rsatib o'tamiz. Mana to'fon drabilkalarini boshqalardan ajratib turadigan bir belgisi mana. Yonboshdan tushib, setkalar yonboshdan chiqaveradi. Bir deganda solinadi, bir deganda olinadi. To'fon drabilkalarimizda mana bug'doy kepa qiladi, norma qiladi. Bu qo'y bopi mana. Mana unisi bilan 4 xil nasabga qo'shib beriladi bizga. Shu naborimizda 4 ta setkasi bo'ladi. Motorlarimizni keladigan bo'lsak, motorlarimiz 6,5 kW, alyuminiy motka 160 soatgacha ishlaydi, xudo xolasa ishlab beryapti. Motorlariga 6 oy garantiya, qo'l mehnatimizga 1 yil garantiya. Xudo xolasa xidolatga yo'q, ancha-muncha joyga olib borib ishlatib berib o'zimiz kelyapmiz. Xalqimiz suyib, eng hadovoy ketayotgan narsani mana 6,5 kW motor alyuminiy motkalarimiz ketyapti. Xudo xolasa bemalol zakaz qilaverasizlar, sizlarga ham beramiz. Ammo shu Aka, buni yana bir qulayligi bor deyshab, misad motka bilan alyuminiy motka farqini bizga tushuntirib bering ozgina. Misad motkamiz xonadonlaringda eng kami 200 dan baland yuqori bo'lsagina misad motka olishlarini tavsiya qilamiz. U past tokda ishlamay qoladi. Bu alyuminiy motkalarimiz 150 tokgacha ishlaydi. 150 tokgacha ishlab beradi. Shunisi qulaylik tarafi buni. Tokni baland pastiga qarab, ba'zi bir joylarda tok past, ba'zi bir joylarda tok baland. O'sha joylarda farqi bo'lar ekan. Hozircha ustakamiz aytishi bo'yicha 150 tok, misol uchun 150 ta to'g'risi oddiy misol o'rnida ishlatilayotgan bolgarka ham qiynaladi ishlash uchun. Lekin o'sha mobaynida ham bu drabilkalarimiz ishlab bemalol o'tlarimizni maydonlab silos holatiga keltirib beraveradi. Yana ham donlarimizni u holatiga keltirib beraverar ekan akalar. Mana akamizdan hozir iltimos qildik. Drabilkani yasalishi, ichidagi pichoqlarini qanday joylashtirish haqida bir qator tushuncha beradi yana. Pichoqlarimiz 22 talik kalyonli pichoq bo'ladi. Kuydirilgan pichoq bo'ladi. Mahalliylarimiz zavodga to'yan quyma bo'ladi. Listdan bas, e'tibor berib qo'yinglar. Listdan bas, quyma to'yan bo'ladi. Mahalliyimiz quyma to'yan bo'lar ekan akalar. Yana bir qator e'tiborga olinadi. Bu yerda malatoylari bor ekan. Pichoqlari kuydirilgan, o'zini o'zi o'tkirlaydi degandek gap. Xudo xolasa bunga o'ymab bola o'tib maydalab ko'rishgan. Menimcha sinash maqsadida. Mana shunga kuchlarga ega bo'ladigan pichoqlarimiz xudo xolasa mana jarayonlari ham ketyapti. Ustakalarimiz qo'llarida ko'rmasni ishlashyapti, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kuniga 5 ta 6 dan chiqaveradi.
hammaga yetadi. Zakaz qilsalaring butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavkasi mavjud. So'g'dimi, issiqdimi, ustakalarimiz ishlashda davom etyapti. Ishlarga xalal bermagan holatda hammaga omad tilaymiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar va pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, drabilkalardan xarid qilishlarini tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bexijolat kafolatlangan holatda uylaringga aytib o'tganimizdek tuttanoni ichida yetib boradi. Xudo xolasa barchaga kattakon rahmat. To'fon drabilkalaridan xarid qilishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.